Salom do'stlar. Hozirgi mavzu ko'pchilikka yoqmasligi mumkin. Muxlislarimiz orasidagi Aleksey Baranov ismi ostidagi muxlisimizning gaplarini o'qib, to'g'risi juda achinib ketdik. Bu muxlisimiz tili yarimtalik, ya'ni duduqlanuvchilar turiga kirar ekan. Muxlisimizning so'zlarini o'zining iltimosiga ko'ra sizlarga ko'rsata olmaymiz. Lekin bu gaplarni siz ham o'qiganingizda yig'lab yuborgan bo'lardingiz. Shunday ekan, bu muxlisimizga yordam berishimiz kerak. Duduqlanish turlari va davolash usullari. Duduqlanish bu nutq apparati muskullarining tortishishi natijasida nutqning surat ohangini buzilishidir. Duduqlanish sabablari hozirgi vaqtda ikki guruhga bo'linadi. Moyillik sababi va keltirib chiqaruvchi sabablardir. Moyillik sababiga quyidagilar kiradi. Ota-onalarning nevropatik kasallanishi, duduqlanuvchining o'zidagi nevropatik xususiyatlar, nasliy buzilish, bosh miyaning turli davrlardagi rivojlanishida ko'plab salbiy omillar ta'sirida shikastlanishi, keltirib chiqaruvchi sabablar guruhida anatomik, fiziologik, ruhiy va sotsial sabablarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Anatomik, fiziologik sabablar: ensefalitik oqibatlari bo'lgan jismoniy kasalliklar, jarohatlar, miyaning organik buzilishi, zaharlanishi va markaziy nutq apparatini zaiflashtiruvchi boshqa kasalliklar natijasida nerv sistemasining tamoman izdan chiqishi yoki o'ta charchashi, qizamiq, terlama, gijjalar, burun, halqum, hiqildoq kasalliklari, dislaliya, dizartiyaning va nutq to'liq rivojlanmaganligi hollaridagi tovush talaffuzi apparatining mukammal rivojlanmaganligi, ruhiy va sotsial sabablar: qisqa muddatli bir lahzalik ruhiy shikast, uzoq vaqt ta'sir ko'rsatadigan ruhiy shikast, surunkali ziddiyatli kechinmalar, ruhan juda og'ir ezilish, o'tkir, samarasiz ta'sirni keltirib chiqaradigan kuchli, bexosdan paydo bo'ladigan iztiroblar, vahimalik va o'ta shodlanish holati. Azizlar, shu inson uchun yordam qilaylik deb shifokor bilan gaplashishga bordik va bu kasallikning sabablarini o'rgandik va javob topdik. Demak, Aleksey Baranov ismli muxlisimizning kasalligi davosi haqida ma'lumotlar keltirib o'tsak, xastalangan kishi o'zining kasallik alomatlariga qanchalik ko'p e'tibor bersa, u shunchalik zo'rayib boraveradi. Natijada shunday og'ir ahvol paydo bo'ladiki, bemor undan sira qutula olmaydi. Kasallik alomati uning e'tiborini chulg'ab oladi. Buning oqibatida alomatlar yanada rivojlanadi va bemorning e'tiborini o'ziga qaratadi. Duduqlanish muammolari bilan shug'ullanuvchi tadqiqotlar nuqsonga e'tiborni jalb etish tushunchasi borasida turlicha qarashlarni keltiradilar. Diqqat e'tiborning alohida xususiyati: nuqsonni idrok etish, u haqda tasavvurga ega bo'lish, unga nisbatan turlicha hissiyotli munosabatda bo'lish kabilar. Aleksey Baranov ismli muxlisimiz, siz yuqorida aytilgan gaplarga quloq tutsangiz va shifokor ko'rigiga borsangiz, albatta 100% tuzalib ketasiz. Maslahatimiz: siz o'zingizni bunday kasallikka chalinganingizdan uyalmang va bu kasallikka e'tibor bermang. Bizdan uzoqlashmang. Dunyo shou bilan qoling.